Xitoy Bosh ministri Li Chang yaqında аяqlashgan Xitoy xalq qurultayida davlatning iqtisodni jonlantirishga munosabatlik planini e'lon qilib, davlatning asosliq banklarini 500 milliard yuan hukumat mablag'i bilan ta'minlaydiganligini jakarlagan. Nikkei Asiya gazetining xabariga qaraganda, bu Xitoyning 1997-yildagi Osiyo pul muomala krizisidan buyon tunji qitim zo'r miqdordagi hukumat mablag'ini davlat ilkidagi banklarga selish bo'lib hisoblanadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, 1998-yili Osiyo pul muomala krizisi yuz berganda, Xitoy 1 yildan keyin 270 milliard yuan alohida egalik huquqliq zoyum tarqitishni qaror qilib, bu orqali to'plangan mablag'ni davlat ilkidagi 4 cho'ng bankiga kirgizgan ekan. Hozir Xitoy hukumati davlat ilkidagi asosliq banklarga 500 milliard yuanlik yordam qilishga tayyorlanmoqda. Navbatda Xitoy iqtisodi Xitoydagi uy mulk krizisi va ishsizlik qatorliq masalalar tufaylidan nachar vaziyatda turayotgan bir paytda bu 500 milliard yuanlik hukumat mablag'ining iqtisodni o'ngshashda qanchalik foydasi bo'ladiganligi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Bu vaqtda e'lon qilinayotgan muloyizalarda buning bek cho'ng foydasi bo'lmaydiganligi ilgari surilmoqda. Amerikadagi Rand tadqiqot markazining Xitoy ishlari bo'yicha mutaxassisi Dr. Raymond Komo mushkil ko'z qarashda. Uning deyishicha, Xitoy iqtisodiy eksport va mahsulotga haddidan ziyoda tayanib qolg'achqa, hukumat yordam mablag'ining unumi cheklik bo'ladi ekan. It certainly couldn't hurt, but I think that it's post the 2008 global recession or Great Recession. At that time, China was in a much stronger position. Bu mablag'ning ziyni bo'lmaydi. 2008-yili yer shar xarakterlik iqtisod chekinish bo'lgandimi, Xitoy bu usulni qo'llangan. Ammo u vaqtda Xitoyning iqtisodiy ahvoli hozirgidan kuchli ko'rindi. Uning ustiga Xitoy 2008-yilda bugünkidek dunyoning ishlab chiqarish bazasiga aylanish yo'lida menayotgan vaqt bo'lg'achqa, uning texnik ko'p davlatlarga eksport qilish orqali iqtisodini zo'raytirish imkoniyati bor edi. Xitoy iqtisodi hozir eksportga va ishlab chiqarishga haddan ziyoda tayanib qoldi. Hozir boshqa davlatlar Xitoyning bundoq iqtisodiy modelini davomli qabul qilishni xohlamayotidi. Chunki bu boshqa davlatlarning o'z ishlab chiqarish sanoatini yo'qotib qo'yishiga sabab bo'ldi. Shunga hozir bu davlatlar faqatla tamojning jazolari bilan emas, boshqa tadbirlar bilan Xitoy eksportini cheklamoqchi bo'layotidi. Agar Xitoy yana o'xshash bu 500 milliard yuanni eksport sohasiga yordam berish qo'shsa, bu holda o'zining iqtisodiy masalasini yana zo'raytiradi deb qarayman. Uning o'rniga hukumat bu mablag'ni iste'molchilarni yo'lashga ishlatsa, u holda iqtisodga bakrak foydasi bo'lishi mumkin. Chinese consumers so that they can consume more, China imports more. That could actually be positive for the economy. Xabarda ko'rsatilishicha, 90-yillarning keyingi yarmidan boshlab Xitoy iqtisodining ko'lami 20% ga yaqin kengaygan bo'lib, bank qarzimi oshib ketgan. Bu tez ishning harakatlantirgich kuchining biri uy mulk kasbi bo'lib, bu Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining 30% ni egallaydi ekan. Xitoydagi yerlik hukumatlarmi uy mulk taraqqiyot shirkatlariga davlat idorchiligidagi yerlarni yuqori bahoda ishlatish huquqini setish orqali g'oyat zo'r kirim yaratgan. Ammo ko'p yillik uy mulk etishdan keyin bu soha butunlay vayron bo'lgan. Hozir Xitoydagi bankchilik sohasining unumsiz qarzimi zo'raygan. Bu vaqtdagi muloyizalarda Xitoyning hozirgi iqtisodiy ahvoli 1990-yillardagi Yaponiya duchor bo'lgan ko'pik iqtisodga o'xshatilmoqda ekan. Ko'pik iqtisod Yaponiyada 1980-yillarning o'ttirlaridan 90-yillarning beshigacha bo'lgan uy mulk va pay bozor bahosining darajadan tashqari tez va sijil bo'lmagan pul paxalligini boshdan kechirishi va oqidan iqtisodning qattiq yemirilib, uzun yil asliga kelish bosqichidan o'tishdek bir vaziyatga duchor bo'lishiga berilgan ism. Bir qism kuzatuvchilar Xitoyningmi ko'pik iqtisodni boshdan kechirdiganligini taxmin qilishmoqda. Ammo Raymond Ko'ning qarashicha, Xitoyning hozirgi iqtisodiy ahvoli ayni vaqtdagi Yaponiyaninkidan murakkab bo'lishi mumkin ekan. U mundaq deydi: I think that's certainly possible. We're seeing a lot of the same signs as before. So China has done this on a much larger scale than even Japan did. And so albatta, buni Yaponiyada 90-yillarda yuz bergan uy mulk va pul muomala ko'pigining portlashi bilan selishtirib bo'ladi. Biroq men Xitoyning ko'lami, siyosiy qurilmasi va davlatning tijoratga aralashishining cho'nqurlik sababidan Xitoy duch kelayotgan xirasni texnik murakkab deb qarayman. Yaponiyaning ish bo'lmaganda pishib yetilgan iste'mol iqtisodi, kuchlik organlari va harakatchan demokratiyasi bor edi. Shunga u vaqtning o'tishiga ergishib ba'zi tanshishlarni olib bordi.
Biroq Xitoy bo'lsa iqtisodiy siyosatlarni siyosiy qarorlar bilan kontrol qiladigan cho'nqur giralishib ketgan sistem barpo qildi. Jumladan bu faqat iqtisodiy xirist emas, balki bir siyosiy xiristdan iborat. Ammo biz Xitoy Kompartiyasining tarixiga qaraydigan bo'lsak, u o'zining kontrol qilishdan iborat qimmat qarashini hammadan ustun o'rin qo'ydiganligini namoyon qilib keldi. Nikka Asiya gazetining xabar qilishicha, Xitoy bosh ministri Li Chang Xitoyning mamlakatlik xalq qurultiyi mezgilida 500 milliard yuanlik hukumat mablag'i planini Xitoyning iqtisodiga munosabatlik andishlarini ko'zda tutib turib e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq u bu planning qanday amalga oshirilganligi haqidagi tafsilotlar ustida to'xtalmagan. Ondan u yana ilgirki bosh ministerlar qilgandek Xitoy va chet ellik muxbirlarning davlat iqtisodiga munosabatlik savollariga javob beradigan axborot yig'inini uyushtirmagan. Nikka Asiya gazetining deyishicha, bundaq aniqsizlik chet el mablag'ining Xitoydan chiqib ketishini yanada tezlashtirdi ekan. Ammo shundaqdimi Li Chang va boshqa partiya rahbarlarining Xi Jinpingning hokimiyatiga monopolligini qo'llashdan boshqa amali yo'q ekan. Türkiyədəki Xitay işləri mütəxəssisi doktor Erkin Əkrəmnin qarışıca, iqtisadda xalta koçağa kirib qilish vəziyyəti hakim mutlaq tüzümdəki dövlətlər duş kelayotgan mutlaq aqibət bo'lib kelgan. Mərkəziyyətçi hakimiyyətlər şu iqtisad üstüdə kontrol qılğucu və plan qılğucu rolunu bəkərək əhəmiyyət berdi. Bunu Sovetlər İttifaqıda mı gördük? Misalға bunda hakimiyyətlər başda bir iqtisadnınki tuyuqsuzla bir yükselişke, güçlenişke sebep buludu. Ama uzun müddette bunda bir hakimiyet iktisadının devamlılığını ilip kilemeydi. Sovetler İttifakı bununki bir misali. Bulup mu hazır Xitay, Amerika'nınki şu baj östürüşününki bu cezası bile uçuravadıdı. Şununla Xitay'nınki iktisadını güçlendirgen şu taşkı soğuda ama bir ziyan bir vadıdı. Xitay şu işini hal kılamay Amerika bile bir cidellişke kirgen oldu. Onundan başka bu Xi Jinping'deki hakimiyetler, merkeziyetçi hakimiyetler virüs kesilge karşı ilip bağın hata bir siyasi tedbir bile birlikte iqtisodga cho'ng ziyon berdi. Nikka Asiya gazeti bu vaqtdagi maqolasida Xitoy aslida bu yillik mamlakatlik xalq qurultiyida uy mulk krizisini hal qilish uchun radikal planni o'tirg'a qo'yish kerak edi. Bundaq plan bo'lmasa, uy mulk krizisining umumiy iqtisodga olib keladigan passiv ta'siri faqat 1 yildan 2 yilgacha emas, balki 5 yil va uningdan uzun davomlashadi. Hatto Yaponiyada ko'pik iqtisod taqdiriga duch keladi. Amaliyotda Xitoy allaqachon cho'nqur pul paxalligi girdobiga berib qoldi deb yozgan. Bloomberg xabarlar to'rining 17 mart kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping oldimizdagi hafta xalqaro shirkatlarning boshliqlarini kutib olishga tayyorlanayotgan bo'lib, ular Qualcomm shirkatining boshlig'i Cristiano Amon va Saudiya Arabistonining Aramco shirkatining boshlig'i Amin Nasir qatorliq bosh ijroiya amaldorlarini o'z ichiga oladi ekan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning bu yillik iqtisodiy ishlab chiqarish nishonini 5% ga yetkazish plani Trump hukumatining qo'shimcha tamojni beji va boshqa iqtisodiy masalalar sababidan amalga oshmaslikdek xavfga duch kelganlikdan Xi Jinping bu uchrashlar orqali chet el mablag'ining sirtqa eqishi va iqtisodning izchil ojizlashidek ahvolni o'zgartirishga tirishmoqda ekan. Hurmatli radio anglag'uchilar, bu programmani iroda tayyorladi.